Turkiya burslari akkauntini ochish uchun Google'ga Turkiya burslari deb yozamiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Bu yerdan application loginni bosamiz. Bu yerda registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tishni bosamiz. Ismimizni, dadamizning ismini va familiyamizni yozamiz. Jins tanlaymiz. Tug'ilgan yilimizni yozamiz. Tug'ilgan mamlakatimiz. Elektron pochtamizni kiritamiz. Bundan avvalgi videoda elektron pochta ochgandik. Uni kiritdik. Endi bu sayt uchun parol yozamiz. 8 harfli, katta harf va belgilar, sonlar ishtirok etishi kerak. Bu parolimiz esimizdan chiqib qolmasligi kerak. Esimizdan chiqib qolsa, keyin profilimizga kira olmay qolamiz. Pastga istalgan savolimizni yozamiz. Men sevimli taomim deb yozdim. Javobi manti. Siz istagan savolingizni berishingiz mumkin. Men robot emasman. Hammasi to'g'rini bosamiz. Сохранitni bosamiz. Demak, ma'lumotlarimizni tekshiramiz. Hammasi to'g'rimi? Demak, pastdagi сохранitni bosamiz. Endi telefonda emailga o'tamiz. Emailda biz aktivlashtirishimiz kerak profilimizni. Bu link jo'natilgan. Linkka kiramiz. Emailimizdan aktivlashtirildi. Yana notebookga qaytamiz endi. Demak, emailimizni va parolimizni yozamiz, kiramiz. Demak, tekrar emailimizga kod keldi. Uni kirgizamiz. Mana, profilimiz ochildi.